O'quvchilarga maslahat. O'quvchilar nima uchun o'qishini bilmaydi. Nimaga o'qishim kerak? Bahoga o'qishim kerakmi? Menga baho nimaga kerak? Nima sababdan o'qishim kerak? Menga qanchalik kerak? deb savol beradi-da gohida. Gohida shu savolni berishga ham bilishmaydi. Shuning uchun bugun shu o'quvchilarga maslahat degan mavzuda suhbatlashamiz. Demak, o'qish bu ilm olish demakdir. Ilm olish. Ilm. Bu boshpana. Ya'ni ilmli inson istagan xonadoniga bo'lsa, keling qilib kutib olishadi. Obro'si bo'ladi, hurmati bo'ladi. Istagan joyga sig'adi. Ilmsiz odamni hech kim kirgizmaydi hech qayerga. Ilm boshpana. Ilm ikki dunyo kalitidir. Ya'ni bu dunyoda ham, u dunyoda ham bemalol yura oladi. Ilmli inson elda azizdir. Ikki dunyo kalitidir. Endi nari dunyoda ilmni qanchalar foydaliligini buni asosan diniy ulamolar aytib o'tadi. Endi biz maktab ta'limida, hayotimizda, o'zimiz hayotimizdagi jarayonlarni tushuntirib o'tishga harakat qilaman. Ilm bu hurmat. Ilmli inson albatta hurmatda, e'zozda bo'ladi. Ilm bu rizq. Ilmli inson qayerga borsa rizqini topib ketadi. Kallasini ishlatib, bizni tilda aytganda, kallasini ishlatib, istagan joyda rizqini topib ketadi. Ilm bu sarmoyadir. Hech qaysi biznes yo'qki, 1 ga 1000 bo'ladigan. Ilm eng kamida 1 ga 1000 barobar qaytariladi. Bu nima degani? Ya'ni farzandimizga biz qanchalik pul tiksak ilmiga, u kamida bir kun kelib 1000 barobar foyda keltiradi. Hech qaysi biznes bu qadar bo'lmasa kerak. Ilm bu go'zallikdir. Ilmli inson bilan suhbatlashganda balki uni tashqi ko'rinishda biroz nuqsoni bordir. Lekin ilmlilik bo'lganligi uchun inson qalbi unga tortadi. U bilan yana suhbat qurgisi kelaveradi. Ilm bu go'zallikdir. Ilm bu mevali daraxt. Ilm mevali daraxt. Ya'ni biron bir daraxt meva beradi qancha? 10 yil, 20 yil, 40 yil. Ilm esa abadiy daraxt beradi. Ilm daraxti sekin katta bo'ladi, sekin meva hosil berishni boshlaydi va abadiy ikki dunyo saodat kaliti dediku, abadiy meva beradi. Ilm bu boylik. O'quvchilar ota-onasidan olib qoladigan eng katta boylik ta'lim va tarbiyadir. Qanday? Ota-ona tarbiya berishi mumkin, lekin ta'lim bera olmaydi-ku. Lekin ota-ona farzandini moliyalashtiradi, yediradi, ichiradi, o'qishiga pul to'laydi. Bu eng katta boylik. O'quvchilarga eng maslahatim, ota-onangizdan olib qoladigan eng katta boylik o'qib qolganingiz, ta'lim va tarbiya olganingiz. Ota-onangiz tirikligida ulardan foydalanib olib qolingan eng katta boylik, eng katta meros bu ilmdir. Uy, mashina, zavod, fabrika bu vaqtinchalik. Bugun bor, ertaga yo'q bo'lib ketishi mumkin. Lekin ilm, mana bu joydagi ilmni hech kim hech qachon torta olmaydi. Shuning uchun eng katta boylik, eng katta meros ota-onaning farzandiga qoldiradigan, farzandning ota-onadan olib qoladigan eng katta merosi bu ilmdir. Ilm bu kuchdir. Ilmli insonni hech kim hech qachon yenga olmaydi. Ilmli insonlar kuchli bo'ladi. Gap so'zida, nutqida, ko'z qarashlarida kuchli bo'ladi. Ilmli insonni yengish juda ham qiyin. Ilmli inson va abadiy yashaydi. Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur, Farabiy, Biruniy, Buxoriylar ilmli bo'lganligi uchun hali hamon ilmi yashamoqda. Mayli ularning tanasi o'lib ketgandir, lekin ular hamon unutilgani yo'q. Demak yashayapti. Lekin tirik bo'la turib ilmsiz insonlarni unutganlar qancha? Unutilganlar qancha? Ilmsizligi tufayli. Ilmli inson esa abadiy yashaydi. Chunki unda ilm degan narsa bor. Shuning uchun ilm olish kerak. Ilmga yana o'nlab, yuzlab ta'riflar keltirish mumkin. Ilm ham har doim bizga kerakli bo'ladigan narsa. Daraxtga suv, havo, tuproq kerak bo'lgan kabi, insonga ulardan tashqari ilm ham zarur. Chunki insonni hayvonot olamidan ajratib turadigan narsa ham mana shu ilmidir. Xo'sh, keyingi slaydga o'tamiz. Xo'sh, ota-ona, o'quvchi, ota-onang ertalab 6 dan kechqurun 10 ga qadar seni xizmatingdami, ishlayaptimi? Ertalab ishga chiqib ketyapti, kechqurun 5-6 da keladi, uyda u ish bu ishlarni qiladi, kir yuvadi, u qilishadi, bu qiladi, uyda ishlar bilan band. Qisqasi 6 dan 10 gacha seni xizmatingni qilyaptimi? Sen uchun xizmat qilyaptimi? Demak, seni ota-onang o'z vazifasini bajaryapti. Sen ham o'z vazifangni bajarishliging shart. Ota-ona va davlat tomonidan taxminan
hisoblab ko'rdik. Taxminan bitta bolaga 10 million so'm pul bir yilda sarflanadi. Balki ayrim oilalarda bu summa juda katta, ayrim oilalarda bu summa kam. Endi iqtisodiy sharoitdan kelib chiqib, o'rtacha 10 million so'm sarflanadi. Ota-ona va davlat tomonidan 10 million so'm sarflanar ekan, davlat va ota-ona o'z vazifasini bajaryaptimi? Bajaryapti. O'quvchining vazifasi faqat o'qishdir. Yoshlik. Ilm olish, hunar egallash uchun berilgan vaqt. Yoshlik ko'chada yallo tarollo qilish uchun, vaqtni bekor o'tkazish uchun berilmagan. O'yin kulgu uchun berilmagan. Yoshlik ilm olish uchun berilgan vaqt, hunar egallash uchun berilgan vaqtdir. Agarda kimda kim o'yin o'ynab, ko'chada yayrab, kulib, o'ynab yurgan bo'lsa, u nonko'rdir. Ya'ni ota-onasiga nisbatan, davlatga nisbatan nonko'rlik qilyapti. Endi mana bu slaydimizda rivojlangan mamlakatlarga ahamiyat beramiz. Ham rivojlangan mamlakat, ham kitob o'qiydigan mamlakatlar. Demak, ahamiyat beramiz. Xitoy, Rossiya, Ispaniya, Italiya, Angliya, Amerika, Argentina, Braziliya, Meksika, Kanada. Mana shu davlatlar eng ko'p kitob o'qiydigan davlatlardir va rivojlangan mamlakatlardir. Misol uchun oddiy Rossiyaga ahamiyat beradigan bo'lsak, Rossiya 17-asr Pyotr I davriga qadar juda qoloq mamlakat bo'lgan. Pyotr I Yevropadan o'qib kelib, Rossiyani odam qilgan insonlardan, podsholardan. Misol uchun Amir Temur davrida bizning Markaziy Osiyo dunyodagi eng qudratli davlat bo'lgan. Yer kurrai zaminda eng qudratli davlat bo'lgan. Rossiyani Amir Temur bir tiyinga olmagan. Chunki Amir Temur kuch qudrat bo'lgan, ilm ma'rifat bo'lgan. Va ana shu vatanni shunday qilishga harakat qilgan. Rossiya 17-asrdan ilm ma'rifatli bo'lishni, o'qishni boshladi va hozirgi kunda dunyodagi top 3 ta eng gegemon davlatlarning biriga Xitoy, Rossiya, Amerika bo'ladigan bo'lsa, dunyoning siyosatini hal qiladigan davlatlar ana shuning biriga aylandi. Nima orqali? Ilm orqali. Ilm orqali. Chunki biz ham vatanni hurmat qilsak, yaxshi ko'rsak, sevsak, albatta o'qishligimiz va O'zbekistonni ko'tarishligimiz kerak. Buning uchun biz faqatgina kitob o'qish bilan chiqamiz. Kitob o'qish, undan boshqa yo'l yo'q. Endi o'quvchi uyda yashar ekan, ertalab chiqib turib ketar ekan maktabga, maktabdan qaytib keladi, to'g'rimi? O'quvchi uydan chiqib ketadi, taxminan misol uchun 1 megabayt xotirasi bilan chiqib ketdi. Endi sodda qilib yozdim, sodda tushuntirish uchun. Endi u qaytib kelayotganda hech bo'lmasa 2 megabayt xotira bilan kelish kerak. Ya'ni u bu narsa o'rganib qaytishlik kerak. Shunda u haqiqiy o'quvchi vazifasini bajaradi. Quruq borib, quruq kelish bu o'quvchilik vazifasi bajarilmayapti. Xuddi ota-onamiz ishga ketib, ishdan keladi, oylik olib kelmaydi. Bizga non, ovqatga pul bermaydi. Qanday bo'ladi? Bu ham xuddi shunday bo'lib qoladi. Shuning uchun ketib qaytayotganda o'quvchining miyasida nimadir bo'lish kerak. Chiqish bilan kirishda farq bo'lish kerak. Hattoki mol va qo'ylar podasi bor, mana ferma deb tasavvur qiladigan bo'lsak, yaylovga mol qo'yib podasini haydasak, buqalar ozgina semirib yoki o'sib, ozgina bir 300-400 gram bo'lsa go'sht ves yig'ib keladi. Sigirlar sut olib keladi. Hayvonlar o'z vazifasini bajargan, nahotki o'quvchi o'z vazifasini bajarmaydi. Demak, hayvondan ham past tabaqaga tushib qoladi-da. Ilm olmayotgan o'quvchi shunday. Kechada biz sinfdoshlarimizdan ko'ra yaxshi emas. O'zimni bugunimdan ko'ra ertangi kunim yaxshi bo'lish kerak. Kechamdan ko'ra bugun men yaxshi bo'lishim kerak degan g'oya bilan yashashimiz kerak. Shunda biz ilm olamiz. Keyingi slaydga ahamiyat beramiz. Keyingi slayd muvaffaqiyat har kuni qilingan harakatlarning natijasidir. Ya'ni muvaffaqiyat har kuni oz-ozdan doimiy qilingan mehnatning natijasi. Doimiy bo'lishlik kerak. Oz-ozdan doimiy. Ana shunda bu muvaffaqiyatga erishamiz. Qiyinchilik insonni g'alaba uchun bo'lgan qobiliyatlarni yaratadi. Qiyinchilik insonda g'alaba uchun bo'lgan qobiliyat yaratadi. Bolalar komfort zona xohlashadi-da, komfort hamma narsasi bo'lishini yo'q. Insonga ozgina qiyinchilik kerak. Ya'ni gaz deymiz, gazini berish kerak, deydi, to'g'rimi? Oddiy xalq tilida. Ya'ni ozgina gaz kerak-da. Ozgina qiynalish kerak bo'l. Ozgina qiynalsa, u qobiliyatlarini shakllantirishni boshlaydi. Misol uchun bir tor ko'cha, tupik ko'chaga kirib qoldingiz. Misol tupik ko'cha. Nari tomonda bitta quturgan it chiqdi. Devor turadi. U devorga hech qachon chiqib bo'lmaydi. Quturgan it kelayotganini ko'rib, chiqib oshib bo'lmaydigan devordan oshib ketishadi-da odamlar. Nega? Qo'rquv shunday devordan oshirib boradi.
Xuddi shunga o'xshab insonni ozgina qiynalchilik ko'rish kerak-da, hayotida ozgina qo'rqish kerak, qiynalchiliklarni tushunish kerak. Ana shunda u qobiliyatlarini ochadi, kashf qila boshlaydi. Omad o'zini majburlash mevasidir. Inson, uni omadi bor-da deydi. Yo'q, omad emas. Inson o'zini majburlash kerak. Misol uchun sportsmenlar yoki institutga grantga o'qishga kelayotganlar so'rash kerak, biz faqat muvaffaqiyatni ko'ramiz-da, oxirgi natijani, hosilni ko'ramiz. Daraxt bo'lsa mevasini ko'ramiz. U daraxt ekilgan, yoz, qish necha yil turgan, tagi chopilgan, butalangan, keyin meva berdi. Biz mevani ko'ryapmiz-da. Sportsmen ham yillar trenirovka qilgan, kerak bo'lsa o'rtalar bilan o'ynamagan, o'yinga bormagan, ko'cha daydishga, telefon tutmagan, tinimsiz mehnat qilgan, sportda natijaga erishdi. Institutga grantga kirganlar esa kino ko'rmagan, televizor ko'rmagan, telefon tutmagan, o'rtalar bilan o'tirishga bormagan, bosib kitobini o'qigan va natijaga erishdi. Ya'ni muvaffaqiyat inson o'zini o'zi majburlash kerak. Nimalardandir voz kechish, nimalargadir erishish natijasi bo'ladi. Endi oltin qoida bor hayotda. Istak bo'lsa imkoniyat bo'ladi. Ya'ni nimanidir istadingmi? Albatta imkoniyat bor, imkoniyat bor. Harakat bo'lsa natija bo'ladi. Odam nimanidir xohladimi, imkoniyatlarni qidirishni boshlaydi. Harakatni boshladimi, albatta natija bo'ladi. Natijasiz bo'lmaydi. Hayotda 10 marta yiqilib, 11-marta tura olgan inson albatta bir kun kelib g'olib bo'ladi. Bir kun kelib albatta u g'olib bo'ladi. Endi hayotimiz bir tekis bo'lmaydi hech qachon. Ilm yo'li ham, hunar yo'li ham hech qachon bir tekis bo'lmaydi. Insonning hayoti hech qachon tekis bo'lmaydi. Shuning uchun oying 15 qorong'i bo'lsa, 15 yorug' deb aytishgan ota-bobolar. Hayotda mana bunday ketadi mana. Gohida yaxshi kunlar, gohida normal kunlar, gohida yaxshi bo'lib ketadi, birdaniga sinish mumkin odam. Ana shu holatda turib keta olgan odam albatta muvaffaqiyatga erishadi. Hayot shunday, hech qachon birday ketmaydi, hech qachon. Qaysidir davrda bo'lsa 1 yil, 2 yil, mayli 5 yil bo'lishi mumkin, 10 yil bo'lishi mumkin, qachondir baribir nima bo'ladi? Mana bunaqangi holatga keladi. Shuning uchun inson mana shu qiynalchilik kelgan holatda ikkita hayotda zarbasidan ikkita holat bo'lishmi? Yo sinib ketadi, butunlay sinib yo'q bo'lib ketadi. Ya'ni mana shu holatga tura olmadim, bo'ldi, tamom, yig'ishtiriladi. Yoki yanada kuchli bo'l, undan da kuchliroq, mana bunga nisbatan mana balandroq. Ya'ni undan da kuchliroq, undan da muvaffaqiyatliroq bo'lishi mumkin. Ya'ni zarba odamga ikki xil ta'sir qiladi. Yo kuchli bo'ladi, yoki sinib ketadi. Kuchli bo'lish uchun albatta kitoblar o'qish kerak, ilmni oshirib borishlik kerak bo'ladi. Xo'sh, keyingi slayd. Nima uchun kitob o'qish kerak? Sababi aqlli odam bilan ahmoq odamdan hozir farqlab chiqamiz. Kitob o'qish kerak. Menga savol berishadi, qaysi fanni o'qiy? Hamma fanni o'qish kerak. Bitta ovqat pishirilganda, mana masalan, osh, palov deymiz, pishirilganda ozgina ko'zga ko'rinmas, bir dona retseptini, ya'ni unga solinadigan narsa osh retseptining ichida bir dona ko'zga ko'rinmas tuz solinmasa ovqatni yeb bo'lmaydi. Shuning uchun hamma fanni mukammal imkon qadar qobiliyatdan kelib chiqib o'qish kerak. Endi ahmoq bilan aqlli odam farqi gap so'zida farq qiladi. Sukunati, hatto sukuna saqlab jim turishida ham farqi bor. Ahmoq bilan aqllini kiyinishida, xo'sh, yurish turishida, yashash tarzi, turmush tarzi, yuzining nurida, ahmoq odamlarning yuzida nur bo'lmaydi. Qandaydir vahimali, qo'rqinchli bo'ladi. Unga tortmaydi, odam uni oldiga borgisi kelib, gaplashgisi kelmaydi. Keyin taomlash, ya'ni ovqatlanishida, fikrlashida, qisqasi aqlli odam bilan ahmoq odamning eng kamida 8 ta 10 ta farqi bor. Lekin indamay jim turishidan farqi bor-da. Ahmoqning sukunati ham ahmoqdir. Shuning uchun imkon qadar kitob o'qishga harakat qilishligimiz kerak. Endi shunday zamon keladiki, odamlarning qalblari o'lib, badanlari yashaydi. Bu ikkita jumlani men kitobdan ko'rgandim, o'shani yozdim. Ya'ni nima? Men shunaqa o'quvchilarni ko'ryapman-da, o'quvchilar orasida. Shuni odamlarning qalblari o'lib, badanlari yashaydi. Garang, ko'r, soqov bo'lib qolgan. Yaxshi maslahat bersang olmaydi. Eshitmaydi. Ko'rsatsang ko'rganda qaraydi, ko'rganda ko'rmaydi. Gapira olmaydi hamda, u bir nimani tushuntirib berish qobiliyatiga ham ega emas. Chunki ilmsizlik shunaqangi darajaga olib kelyapti. Ya'ni badani tirik, qalbi o'lib bo'lgan. Kitob o'qimaganligi uchun shunday holatga kelib qolgan. Shuning uchun iltimos qilardim, agar o'zingni hurmat qilsang o'quvchi, albatta o'qi. Bolasi otasini ko'proq kitob o'qimagan millat taraqqiyotga erisha olmaydi. Haq gapda. Rivojlanish nima degan? Rivojlanish 100 etajli 4 ta dom qurildi degani emas. Rivojlanish eng oxirgi elektromobilni minish degani emas. Rivojlanish iPhone 17 iPhone tutdi degani emas. Rivojlanish mana bu yerdan boshlanadi. Rivojlangan mamlakatlarni boya ko'rib chiqdik, ularning juda ko'p aholisining mana bu yer rivojlangan. Shuning uchun rivojlangan mamlakat.
To'g'ri, aytishinglar mumkin. Davlatning byudjeti, iqtisod nima, yalpi ichki mahsulotga qarab, xo'p, yalpi ichki mahsulot, aqlli insonlar nimalardir ixtiro qiladi va eksport qiladi, shuni hisobidan kelib chiqadimi yalpi ichki mahsulot? Import qilaversa, mana O'zbekiston elektromobil ishlab chiqara olmaydi, elektromobil kirib keladi. iPhone ishlab chiqqan, iPhone kirib keladi. Eng zo'r texnikalar kirib keladi. Yaponiya, Koreya, Germaniya davlatlaridan. Import bo'ladi. Bu yalpi ichki mahsulot emas. Biz agar iPhone ni chiqarsak, biz agar elektromobil chiqarsak, biz agar dunyoga eng brend bo'lgan bitta texnikalar, brend bo'lgan mashina ishlab chiqarsak, ana yalpi ichki mahsulot ko'tariladimi? Ana shularni kim kashf qiladi? Albatta ilmli insonlar. Shuning uchun o'qish kerak. Keyingisi, mana bu ham bir hayotiy qoida, formula desak ham bo'ladi. Vaqt, sog'lik va pul. Yoshlikda 0 yoshdan 25 yoshgacha bo'lgan davrda vaqt bilan sog'lik bor. Vaqt bemalolda yoshlarda. Sog'lik bor, sog'lom, lekin pul bo'lmaydi. Endi bunisiga ahamiyat beramiz. Hammasida bir kam dunyo. Formulaga ahamiyat beringlar, bir kam dunyo. Endi yetuklik davri 25 dan 60 yoshgacha bo'lgan davrda sog'lik bor, pul bor. Endi u ishda uni vaqti yo'q. Vaqti yo'q buni. Bu bechoraning vaqti yo'q, puli bor, sog'ligi bor, vaqti yo'q. Endi mana bu davrda esa endi vaqti ham bor, pensiyaga chiqqan, puli ham bor, endi buni sog'ligi yo'q. Oyoq og'riydi, beli og'riydi, davleniya, sahar. Qaranglar, bir kam dunyo, 3 ta davr. Bir kam dunyo, mana bir kam dunyo deydi-ku hayotda, mana bir kam dunyo. Shuning uchun mana bu davrda ilm olish, bu davrda ishlab pul topish, bu davrda qarilik surish uchun ham mana shu 3 ta davr yaxshi bo'lishligi uchun inson baribir o'qishligi kerak. O'qish kerak va yana qaytarib aytaman, o'qish kerak. Mana bu formula esingizdan chiqmasin. Endi El-yurt umidi jamg'armasi fondi haqida gaplashamiz. O'zbekistonda El-yurt umidi jamg'armasi fondi bor. Bu top mingtalikka kirgan o'quvchilar, ya'ni talabalar, bakalavrga kirgan, magistraturaga, PhD, aspirantura va doktoranturaga kirgan o'quvchilar top mingtalikka kirganlarni moliyalashtiradi. Ya'ni siz top mingtalik o'qishga kirdingiz, pul yo'q, kontrakt. Nima qiladi? Siz yashaydigan hokimiyat keladi, o'rganadi, mana shu jamg'arma odamlari keladi, o'rganadi, siz bilan shartnoma tuzadi. Sizni ana shu o'qishdagi, agar bakalavriat bo'lsa 4 yillik, magistratura bo'lsa 2 yillik va hokazo qancha o'qishingiz davringiz ana shu o'qishingizni to'lab berishadi. Faqat bitta shart bilan siz u yerda o'qib, ilmni olib, O'zbekistonga qaytib kelib ishlaysiz. Ya'ni top mingtalikka kirdingizmi, O'zbekistonga kelib, vatanga xizmat qilasiz. Vatanga xizmat qilasiz. Mana shunday jamg'arma. Bu jamg'arma yuzlab, minglab o'quvchilarni allaqachon o'qishlarga joylab, o'qitib, olib kelib ishlatyapti. Shuning uchun mana shu jamg'arma faoliyat yuritar ekan. Undan tashqari grantga o'qishga kiryapti. Mana Oksfordga, Garvardga yaqinda 2 ta o'quvchi kirdi. 2 ta qiz, bitta bola kirdi. 3 ta o'quvchimiz kirdi Garvardga. O'zbekistonda mana shu 24-25-yillar orasida 2 yil ichida adashmasam 3 ta. 2 ta qiz, bitta o'g'il bola kirdi. Top 3 talik o'qishda u dunyoda birinchi, ikkinchi, uchinchi, goh-gohida o'rni almashib turadi. Ana shu o'qishga bolalar, qizlar kiryapti. Top mingtalikka kiryapti. Ertaga ishlab kelib, o'qib kelib, ular bu yerda ishlasa, o'qimagan mana bu qora ko'zlar albatta ularning qo'lida ishchi bo'ladi. Ya'ni tengqurlari qo'lida ishchi bo'ladi. Shuning uchun nima qilish kerak? Bosib o'qish kerak. O'qish kerak. O'qimaganlar bir kun kelib o'qiganlarning qo'lida ishchi bo'ladi. O'zidan kichkinalarni aka deb, opa deb qo'li ko'ksida xizmatini qiladi. Shuning uchun o'qish kerak. Bugun o'qish kerak, hozir o'qish kerak. Ertaga emas, ertaga kech bo'ladi. Chunki bugun o'qiyotganlar ertaga rahbar bo'lib ketadi. Shuning uchun o'quvchilar bosib o'qinglar. Sizlarga maslahatim, do'st sifatida maslahatim albatta o'qish kerak. O'zbekistonda ilm uyg'ondi. Ilm taraqqiy eta boshlayapti. Yaqin kunlarda shunaqangi kuchli ilmli insonlar to'lib ketadi O'zbekistonda va sizlar uni qo'lida ishchi bo'lib qolishingiz mumkin. Shuning uchun bugun o'qish kerak, hozir o'qish kerak. O'qinglar.